Yani Xudo xolasa ishimiz tugadi. Bugungi ishimiz kechqurun soat 4:30. Mana endi biz ish yeridan ketyapmiz. Bor yo'g'i ikkita o'zbek qolganmiz. Mana bu Olmos aka bizga shu gazelda bergan ishga borib kelishga, Abshagaga. Xudo xolasa. Mana ishdan qaytyapmiz. Mana endi Xudo xolasa mana Abshagaga qaytyapmiz karavanga. Hammaga nasib qilsin. Xudo xolasa Angliyaga harakat qilingizlar. Kelganlar indamay oylikni bosib, Rossiyadan ko'ra 3000-4000 dollar oyiga tushirasiz. Qanday Olmos aka, gapiring. Ish qanday bo'ldi bugun? Mana bugun ish zo'r bo'ldi. Charchamasmi? Charchashga vaqtim bo'lmadi. Haydang endi karavonni. Xudo xolasa, mana taassurotlar qanday ish bilan endi? Tavsiya qilasizmi keladiganlarga? Kelganlarga tavsiya qilaman. Zo'r Angliyaning ishi. Ishiga qarab puli ham zo'r. Xudo xolasa, mana nasib qilsin. Like'lar bosingizlar, davay.